Kim do'stini agar o'zi uchun sodiqligini bilmoqchi bo'lsa, 3 ta savol bor ekan, shuni berib ko'rsin deydilar. Lekin yuqorida aytganimizdek, kim bu 3 ta savolni beradigan bo'lsa do'stga, hozirgi kunda do'stsiz qoladi, ayrimlardan tashqari. Birinchisi aytadilarki, do'stiga aytsaki, do'stim, yur bir joyga borib kelamiz. O'zi xohlagan vaqtda, kechasimi, kunduzimi, ish paytimi yoki ish payti emasmi? Do'sti ketdi deb ketadigan bo'lsa, qayergaligini so'ramasa, bilsinki o'sha do'st u uchun sodiq deydilar. Ikkinchisi, do'stim menga pul kerak desa, do'sti bor pulini olib chiqib, mana hojatingga yarashasini ishlataver deydigan bo'lsa, bu ham sodiq deydilar. Qancha berib turay, qanchada qaytarasan deydigani bas deydilar. Uchinchisi, uni mol-mulkiga bemalol xo'jayinchilik qilishligida to'sqinchilik qilmasa haligi do'sti, bu ham sodiq deydilar. Mana bemalol sizlarga bitta qolib, yo'nalish bemalol sinab ko'raverasizlar.